Futbolchi bo'lishni xohlaysizmi yoki sportchi? Bu juda zo'r, lekin bundan ham chuqurroq bir narsa bor. Siz aslida nima uchun yaratilganligingizni tushunish. Tabiatga qarang, har bir gulning o'z o'rni va o'z go'zalligi bor. Yaxshiroq yoki yomonroq degan tushuncha yo'q. Har bir noyob va o'rnini hech narsa bosa olmaydi. Xuddi siz ham shundaysiz. Siz tasodif emassiz. Siz bir reja asosida yaratilgansiz. Dunyoda boshqa hech kimda bo'lmagan noyob qobiliyatlar bilan yaratilgan durdona asarsiz. Savol faqat bitta. Siz buni allaqachon kashf qilganmisiz? Oddiy narsadan boshlang. Nimani yaxshi ko'rsangiz, sizda boshqalarga qaraganda yaxshiroq chiqadigan narsani o'ylab ko'ring va uni qadam-ba-qadam rivojlantirishni boshlang. Chunki siz o'z in'om va qobiliyatingizni ochganingizda nafaqat o'zingiz o'sasiz, balki atrofdagi dunyoni ham boyroq va yorqinroq qilasiz. Buyuk olimlar, san'atkorlar, biznesmenlar aynan shunday boshlashgan. Bugundan boshlang, obuna bo'ling. Bu yerda sizni o'sishingiz va in'omlaringizni ochishingiz uchun yordamlashamiz.